Nos endi muborak kalimatut toyyiba, eng ulug' kalima chiqadigan og'izga solinadigan tovuqning najosati. Ta'bi ko'targan odam shuni tovuqni najosatini og'ziga solib yuribdi. Tovuq ham hazar qilib orqasidan chiqarib yuboradigan narsa. Og'ziga solyapti. Nos haqida odamlar shunaqa latifalarni chiqarishgan. Bir kishi nos qovog'i hojatxonaga tushib ketibdi. Kelib mulladan so'rabdi, hojatxonaga tushib ketdi nos qovog'im, nima qilay desa, og'zi ochiq emasmidi debdi. Yo ochiq edi desa, hojatxonani harom qildi debdi. Shuni og'ziga solgan odam qanaqa tabiatli odam? Endi o'rganib qolgan, tamakiga, nikotinga o'rganib, jasad shunaqa bo'lib qolgan, nima qilay? Hijrat qiling. Payg'ambar alayhissalatu vassalam al-muhajiru man hajara ila ma nahallohu anhu deganlar. Muhojir Alloh qaytargan narsalardan to'xtagan odam. Shuni tashasa, ilgari chekkan hamma sigaretu noslari savobga aylanib ketadi. Tashasa